Bugungi 3-chi sabaqimiz, 3-chi движение rizikada. Bugungi sabaqimiz tek oyoq yo'lini olamiz. Keyin asta-sekin qo'lni bosib boramiz. Qo'llab-quvvatlaymiz uchun, meni motivatsiya bo'lishi uchun YouTube'ga, Instagram'ga menga podpisatsiya bosib, like bosib, komment yozsangiz, sizlardan so'rab qolaman. Sizlarning har bir like'ingiz, kommentingiz men uchun qadrli. Hammaga motivatsiya bo'ladi. Qani unda boshlab 3-chi sabaqimizda oyoq bosamiz. Birinchi o'ng oyoqda sal 5 gradus qattiq bosamiz. Ikkinchi oyoq kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu yerda mana shagirtning kattasini bilancha boshladim. Yani ayak sal diagonal tushadi. Menga çok shu ayakta shpagatga deb o'tirmaymiz, deb boshlaymiz. Belimiz oyoqni turgan yerda. O'zingiz udobli bo'lishi, o'zida sebebi tem rezinada tez bo'lgan bo'lishi, ya oyoqni olamiz. 自分と赤い下やとかのサボとか、ね、レスカケレムスコラムスとか、アブラと女がいたら、ネルトランス、ネルバスタリコ、ボトランス、自分にあやなくね、アクソジナムス、3、2、若干bo'lsa o'z fikrlaringizni bildirib, qo'llab-quvvatlash so'raymiz. Hammangizga rahmat.